Otabek Yunusov olqishinglar. Assalomu alaykum. Bir qarsak chalib bersalar, birinchi marta chiqishim. Rahmat. Ismim Otabek, familiyam Yunusov. Bu hayotda ikkita katta narsam bor. Birinchi ishonchim, ikkinchisi qulog'im. Menga yoqmaydi, mana shu ustimdan kulishadi. Ko'p prikolar men haqimda bo'ladi. Bitta yoqadigan narsa shu mashinaga ketayotganda yelpish yaxshi ko'raman. Bandadan chiqib ham takoy. Uydigilamanda, hatto mana onangizdan so'ramas chiqib qulog'ingizni tortib olib kiradilar-yu, meniki o'rab kelishardi. Yo'q, qiyin bo'lardi. Oddiy gap emas, uydigilar ham attiga gapirishardi. Eshitmayapsanmi degan gaplar yoqmaydi menga. Adam bilan gaplashib qolsa, misol uchun bo'ladi, o'tirsa siyosat haqida gaplashib qolsa, o'g'lim jim devorlar ham qulog'i borsa, bu adamga aytaman, ada bu gap menga tegyapti, sen adam uzr deylar. Keyin o'rtoqlar gaplashib qoladi, ikki chetda. Yonimda bittasi kelib, nima deyapti anu degan. Bilmayman, sen eshitmayapsanmi deydi. Ajoyib narsalar. Menga eng yoqmaydigan narsa mana shu. Masalan, men hozir ham bo'ldi. Turtdi orqamda. Naqa mashhur bo'ldim deylar. Assalomu alaykum. O'labek, sen qulog'ingizni olib turing, sahnadan ko'rmayman deysiz. Mashinada ham shunaqa bo'ladi. Olib turing, ko'rmayman. Darsda ham mana shu. Masalan, o'qishga borsam, starsni tayyorlashga ikkita bola chiqdi. Kim stars bo'ladi? Men chiqaman. Qarab, bo'ldi dedi. Значит, sen nima qila olasan? Men ingliz tilini bilaman. Bolalarni o'zimga jalb qila olaman, ingliz tili o'rgataman. Keyin ikkinchisi chiqdi, men sportsmenman dedi. Men bolalarni himoya qila olaman. Yo'q, sen ikkalang bo'lmaysan, Otabek bo'la. Nimaga? Quloqlarni qarab. Mana savolda endi, mana shu qish kunida kim sovuq quloqqa chertish yaxshi ko'radi? Mana shu odatni yig'ishtiraylik, yoqmayapti menga bor. Men shukr qilaman shu o'rta davrda tug'ilmaganimga, chunki qaroqchilar shu qulog'imni yelkan sifatida foydalanardi deymanda. Sizlarda ham bormi? Sport o'ynaydigan o'rtog'inglar, shu garra o'ynaydigan. Talashaveradi. Hamma narsa talashaveradi. Bir kun talashyapti men bilan. Men suv tegdi ko'p turaman. Yo'q, o'rtoq, men suvga o'rganman-da. Va men bir ko'proq turaman desa, yo'q, men ko'proq turaman. Qani bo'pti dedi. O'ynadik, rahmatli yutdi. Gapiga javob. Universitetda men Toshkent davlat transport universitetida o'qiyman. Videoga o'xshatib aytib qo'ying, tamam, baholarim 5 bo'lsa. Universitetda o'qiyman. O'sha universitetda har xil vaziyat bo'ladi-da o'zida. Shu leksiyada o'tirsak, bir kun ichki ishlar xodimi kirib keldi. Короче, men dedi, sizlarga bugun korrupsiya haqida gapiramiz dedi. Bo'ldi, gapiramiz. Kim korrupsiyaga guvoh bo'ldi dedi. Shartta qo'lim ko'tardim. Dedim, bitta ustoz dedim, mana shu bizada sessiyadan pul oldi. Keyin yonimda domla qaratdi, bu to'g'ri aytdi, bu yomon ish dedi. Bu halol rizq olib kelmaydi uyga. Barakasiz bo'ladi. Juda yomon ish. Bu odat yomon dedi. Menisiyan qarab, korrupsiya emas, yo tripilali yomon dedi. O'zi qulog'im haqida gapiraverishim kerak edi. Qulog'im katta, hozir o'tirsam bittagi Harry Potter ko'rganmisiz? Sen Dobbiga o'xshar ekansiz. Kim ko'rgan? Menga aytinglar, qanaqa bo'ladi? Yo'q, ko'pchilik multfilm ko'rasizmi deydi. Dambocha deydi. Ya'ni daraxtdan sakrayman desa menga qarab, hozirchada qarab turlaring. Bash qiyin vaziyat menga yoqmaydi. Men oxiri gapimni nima demoqchiman? Sizlar bilan quloq sotib bermayman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.